Skritiy konvergensiya sizlarga globalniy trendga bozor kelib urilgan nuqtani 100% aniqlik bilan ko'rsatib beradi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga foydali videolarni qo'yishga harakat qilaman. Qaranglar. RSI indikatorda ishlatasizlar buni ham. Qachonki trend o'syapti, mana o'syapti trend. Trendga keldi, minimumni yuqoriga обновление qildi. RSI da kelib 50 da уровень beradi. Ya'ni 50 уровеньda ikkita minimumlar tutashadi. Mana shu joy dalishi trend davom ettirishini anglatadi. Mana bu ko'rinishi. Endi ikkinchi variant, mana bu yerda bozor o'sgan, globalniy trendga kelib tegildi, bu yerda ikkita minimumlar уровень hosil qildi grafikda. Bu yerda RSI indikatorda esa minimumlar yuqoriga обновление qildi. Ikkala holatda ham kuzatadigan bo'lsanglar, klassik konvergensiyadan farqi buni bu yerda o'suvchi trendda dalish o'sib ketishini anglatadi. Endi birgalikda grafikda ko'rib chiqamiz. Mana bizda tillarda H4 tarafremda e'tibor bersanglar, mana bu yerda o'suvchi kanal bor. O'suvchi kanalning minimumlarini oladigan bo'lsak, mana har bitta minimumlari bizda kelgan уровеньni mana bizda 50 zona. Ya'ni mana bozor trendga chiqdi, korreksiya berdi. Mana bu minimum trendga kelib urilgan nuqtasi bizda mana minimumga уровень beryapti. Endi bozor chiqdi va yana korreksiya berib urilayotgan nuqtasi bizda mana yana 50 ga kelib уровень beryapti. Mana shu har bitta korreksiya nuqtalar, ya'ni RSI da 50 zonani ustiga retest qilib beradi. Bu narsani pullback strategiya deydi. Ya'ni RSI bilan trendini, ya'ni o'suvchi trendga ideal nuqtalardan dalifga qilib bozorga qo'shilsanglar bo'ladi. Mana bu nuqtada ham maksimumni probit qilgan, endi mana bu yerda SNR zona korreksiya berib impulsiv harakat qildi. Mana bu minimum, indikatorda bu minimum berib turibdi. Endi bozor korreksiya beryapti, mana korreksiya. Bu yerdan buyga kirishimizga tasdiq. Mana bu yerda ikkita minimumlar уровень beryapti. Ya'ni 50 zonani ustiga retest qilib beryapti. Har bitta minimumdan buy сделка otsanglar bo'ladi. Qachonki indikatorda 50 nuqtani buzib qo'ysa, o'sha mana bu yerda buzib qo'ygan, mana bu nuqtada sizlar buy сделкаларni yopsanglar bo'ladi. Imminda shu strategiyadan foydalanib ko'ring. Bemalol telefondan yurib ketayotgan joyingizda ham foydalansangiz bo'ladi. Foydasi tegsa, sizlarga xursand bo'laman.